أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsiri 259. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Tövende tektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Bakara suresinin 259. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya ki sen tam ögüzleri yıkılıp vayran bolgan harabi şehir yani Beytül Mukaddes'ten ötken kişini yani Uzeyr'ini görmedin mi? O eceplenip Allah bu şehirnin ölgen ahalisini kandak terildirer dedi. Allah onu 100 yıl ölük haltıda turguzup andın kamali kudretini görsetiş için terildirdi. Allah perişte arkalık onundan. Bu halet kançılık turdun dep sordu. O bir gün ya ki bir günge yetmeydiğen vakit turdum dedi. Allah etti. Undaq emas. Toluk 100 yıl turdun. Demek yemek içmekengi qarğın ki buzulmagan. Eşikinge qarğın ki onun soňaklar çirip ketken. Sana yuqarıqadek adettin taşqırı işlerini qılğanlığımız seni biz kişilerge kudretimizden delil qilish üçündür. Bu soňaklarga qarğın ki onu qandaq quraşdırımız, andın onuğa göç qondurumuz. Yuqarıqı işler onun eniq bolgan çağda, yani o roşan möcüzelerini görgen çağda, o men Allah'ın hemme nersigi qadir ekenligini bildim dedi. Uzeyr aleyhisselam'nın qıssası toğrusida. Ya ki sen tam ögüzleri yıkılıp vayran bolgan harabi şehir yani Beytül Mukaddes'ten ötken kişini yani Uzeyr'ini görmedin mi? Bu ayet bilen yuqurdaki ayetinin mana cihati bağlanışı vardır. İbn Ebu Hatem Naciye İbn Ka'b'den Ali İbn Ebu Talib radıyallahu anhu'nun mundaq degenlikini rivayet kıldı. O harab şehirden ötken kişi Uzeyr'dir. O kişinin Uzeyr ikenlikini İbn Cerir mu Naciye'den rivayet kıldı. İbn Cerir ve İbn Ebu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhuma Hasan Katade Suddi ve Süleyman İbn Beride qatarlıqlarının mu o kişi Uzeyr'e degenlikini rivayet kıldı. Mücahid İbn Cerir o İsrail avladıdan bolgan bir kişi idi. O şehir bolsa Beytül Mukaddes'tir. Onu Buhtun Nasiri vayran qılıp o yerdeki adamlarının hemmesini öldürüp bolgandan keyin o yerden ötken idi. Sen tam ögüzleri yıkılıp vayran bolgan harabi şehir. Andın o bunun kattı bir haşametlik kuruluşu bolup keyin vayran bolganlığını görüp oylanıp durup mundaq devetti. Allah bu şehirnin ölgen ahalisini qandaq terildirer? Onun bundaq deyişi onun şehirnin haddidan ziyade vayran bolganlığını ve onun burunqi asliga qaytishning ehtimoldan bek yiroqligini ko'rganligi uchundir. Allah onu 100 yıl ölük haltıda turguzup andın kamali kudretini görsetiş için terildirdi. O şehir Uzeyr ölüp 70 yıldan keyin burunqidek avat qılındı. Onun da olturuşluq ailelerimi köpeyip kaldı. İsrail avlatlarımı onunla qaytip geldi.
Allah Uzeyrni ölüp ketkendan keyin terildirib, o'rnidan qo'zg'aganda Allah onunğa bedenini qandaq terildirdiganligini ko'rsatish uchun birinchi bo'lib uning ikki ko'ziga jon kirgizdi. Uning butun bedeniga jon kirgizib bo'lganda Allah farishta orqali uningdan bu holat qanchalik turding deb so'radi. Olimlar mundaq deydi. Allah atigan vaqtida Uzeyrning jinini oldi. Ondan uni terildirganda kun qayrilgan edi. O kunning kirib ketmaganligini ko'rib, u men o'lib qolgan kunning o'zi deb gumon qilib, qilib, u bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Aytishlar qaraganda uning bilan billa üzüm, anjir va meva suyi bor edi. Meva suyiningmi buzilib ketmaganligini va mevalarningmi sesib qolmaganligini ko'rdi. Eshkinga qaraganki, uning so'ngaklari chirib ketgan, ya'ni Allohning uni qandoq terildirdiganligiga qarab turgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarning qudratimizning dalili qilish uchundir. Seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Ya'ni qiyomatning haq ekanligiga pokit qilamiz. Bu so'ngaklarga qaraganki, uni qandoq qurashtiramiz? Ya'ni biz so'ngaklarni jamlaymiz, ondan o'zaro qurashtiramiz. Ondan uningga go'sh qondiramiz. Suddi va boshqalar mundaq deydi. Uning eshkining so'ngaklari uning o'ng va so'l tarafidan chechilib turadi. Uning o'ng va so'l tarafida chechilib turadi. U so'ngaklar oqirib ketganlikdan farqirab turadi. Ondan Allah bir shamolni avatib, shu yerdagi chechilib ketgan so'ngaklarni bir yerga yig'di. Ondan har bir so'ngakni o'zining o'rniga qurashtirdi. Shuning bilan u go'sh yo'q so'ngakdan bo'lgan bir eshakka aylandi. Ondan Allah uninga go'sh, pay, tomur va teri qondirdi. Allah bir farishtani avatdi. Ondan u farishta eshakning burniga pulidi. Ondan Allah Taalaning izni bilan uninga jon kirib hangirdi. Bu ishlarning hammasi Uzeyrning ko'z oldida bo'ldi. Bu ishlarning hammasini u o'z ko'zi bilan ko'rib, uningga ishongan holda mundaq dedi. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizlarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. Ya'ni men buni bilgichidirman. Sheksiz men uni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men bu ishni mening zamonimdagi kishilardan yaxshiroq bilaman. Öz vaqtida İbrahim, Rabbim o'liklarni qandoq terildirilganligini menga ko'rsatgin dedi. Allah, o'liklarni terildiroladiganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim, ishondim, lekin ko'nglim texmo qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi, qushdan 4ni olgin, ularni o'zangi to'plagin. Ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirgin. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakni qo'ygin. Ondan ularni chaqirgin. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. İbrahim alayhissalomning Rabbidan o'likni qandoq terildirish to'g'risida ko'rsatib qo'yishni so'raganligi haqida. Olimlar İbrahim alayhissalomning buni so'raganligi to'g'risida nurg'unlagan sabablarni bayon qildi. U sabablarning biri u Namrudga mening Rabbim o'likni terildiradi, terikni o'ldiradi degan vaqtida buni o'z ko'zi bilan ko'rib, bu vaqtda nihoyat ishonchli pokitga erishishni orzu qilib mundaq dedi. O'z vaqtida İbrahim, Rabbim o'liklarni qandoq terildiradiganligini menga ko'rsatgin dedi. Allah, o'liklarni terildira oladiganligimga ishonmadingmi dedi.
İbrahim. İşendim, lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz İbrahimdan mu bakrak shaklanishga haqliq turmiz. Chunki u o'z vaqtida İbrahim Rabbim o'liklarni qandoq tirildiradiganligini menga ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildiradiganligimga ishonmadingmi dedi. U ishondim, lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Bu hadisning ma'nosi shaksiz biz nihoyatda ishonchli pokitni talab qilishga haqliq turmiz. İbrahim alayhissalomga berilgan javob to'g'risida Allah aytdi: "Qushdan 4ni olgan, ularni o'zanga to'plagan, ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirgan. Ondan har bir toqqa ulardan bir bo'lakini qo'ygan. Ondan ularni chaqirgan. Sening oldinga ular chapsan keladi." Bu uchar qushning qaysi qush ekanligida olimlar ixtilof qilishib qoldi. Amaliyotda bu ixtilofning hech qanday foydasi yo'qdir. Agar uchar qushning qaysi qush ekanligini aniq bilganga foyda bo'ladigan bo'lsa, Alloh uni ochiq bayon qiladi. Ularni o'zanga to'plagan. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ikrima, Said ibn Jubayr, Abu Malik, Abu Aswad, Vahib ibn Munabba, Hasan, Suddi va boshqalar mundaq deydi. Ya'ni u qushlarni parchalagan. Ondan olimlar mundaq deb bayon qildi. İbrahim alayhissalom uchar qushdan 4ni elib kelib, ularni o'ltirib parchaladi. Ularning tuklarini yungdab, ularni tutma qilib, birini biriga aralashtirdi. Ondan aralashtirilgan uchar qushning go'shi va so'ngaklarini bir nechaga bo'lib, bir bo'lakini bir toqqa, yana bir bo'lakini yana bir toqqa chashdi. 4 toqqa chashdi degichilarmi bor. 7 toqqa chashdi degichilarmi bor. İbn Abbas mundaq deydi: İbrahim alayhissalom qo'lida ularning boshlarini tutib turdi. Ondan Allah uni toqqa chashgan uchar qushning parchalarini chaqirishga buyurdi. Ondan Allah uni toqqa chachgan uchar qushning parchalarini chaqirishga buyurdi. Ularni Allah uni buyurgandek usulda chaqirdi. Ondan u tuklarning tukka, qonning qonga, go'shning go'shga qo'nganligini va har bir uchar qushning parchalari bir-biri bilan tutishib o'zining aslidagi shakliga shakllanganligini ko'rishga boshladi. Ularni texmi yaxshi ko'rib bilishi uchun ular uning oldiga uchmay minib keldi. Her bir qush İbrahim alayhissalomning qo'lidagi beshini olg'ili uning oldiga kelishga boshladi. Agar İbrahim alayhissalom uningga o'zining beshidan boshqa bir boshni bersa, u qush uningga unimidi. Agar u uningga o'zining beshini bersa, u Alloh taolaning qudrati bilan jismiga qurashtirilib qoldi. Bilginki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Uni hech qanday narsa yengilmaydi. U xohlagan har qanday bir narsa hech bir to'salg'isiz bo'ladi. Chunki u nihoyat qudratlidir. Hamma narsani o'ziga bo'ysundirg'uchidir. U o'zining ishlarida, so'zlarida va yo'lga qo'ygan ishlarda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ishondim, lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman. Abdurrazzaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening qarashimcha, Qur'onda bu oyatdan boshqa Allohning rahmati bak umid qilinadigan oyat yo'qdir. İbn Abu Hatim Muhammad ibn Munkadirdan mundaq deganligini rivoyat qildi. İbn Abbas Abdullah ibn Amr ibn Asqa uchrashib qilib, sening qarashingcha
Qur'onning ichida qaysi oyatda Alloh taolaning rahmati bak umid qilindi dedi. Abdullah ibn Amr Alloh taolaning ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam mening tilimdan aytqinki gunohlarni qilaverib o'zlariga jinoyat qilgan bandilarim Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir degan oyat deb javob berdi. Sura Zumur 53-oyat. İbn Abbas men Alloh taolaning o'z vaqtida İbrahim Rabbim o'liklarni qandoq terildiradiganligini menga ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni terildira oladiganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim ishondim degan oyatda Alloh taolaning rahmati bak umidlikrakmikin deyman dedi. Chunki Allah İbrahim alayhissalomning ishondim degan oyatiga rozi bo'ldi. Bu oyat shaytonning kishilarning dilida paydo qilgan vasvasini yo'qotish uchundir dedi. Allohning yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan, har boshqada 100 dan tutgan bir danğa o'xshaydi. Allah xohlagan bandisiga hassilab savob berdi. Allah'ның merhameti çeklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilg'uchining niyetini bilgichidir. Allah'ның yo'lida sarf qilgan pul malga berildigan savob to'g'risida. Bu Allah Taalaning Allah yo'lida va uning rizoligini izlab o'zining mol mulkini sarf qilgan kishiga savobini necha hassilab beradiganligi va bir yaxshilik uchun 700 hassigacha savob beradiganligiga keltirgan misolidir. Allah bu misolni keltirib mundaq deydi. Allah'ның yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan, har boshqada 100 dan tutgan bir danğa o'xshaydi. Said ibn Jubayr mundaq deydi. Ya'ni Allohning dargohida savob bo'ladigan ish uchun deganlik bo'ladi. Mekhul mundaq deydi. Ya'ni mal mulkini ot elib qo'yish, qoral va boshqa tayyorliqlarga o'xshash Alloh taolaning yo'lida jihodga lozimlik narsalar uchun ishlatish deganlik bo'ladi. Bu misol kishilarning esida qilishda bir yaxshilikni 700 gacha orttirib beramiz deb 700 ning ismini zikr qilgandan yaxshiroq. Chunki bu misolda xuddi yaxshi yerga ziroat terilgan kishining ziroati o'sib, avib chiqqandek Allah yaxshi ish qilgan kishiga hassilab ajr beradiganligiga ishorat bordir. Bir yaxshilikning 700 hassigacha aviydiganligini bayon qilib, tövendiki hadislar keldi. İmam Ahmad Abu Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi Allohning yo'lida burniga chuluk o'tkazib qo'ygan bir to'gini sadaqa qildi. Ondan payg'ambar alayhisalom uningga: "U sana qiyomat kuni burniga chuluk o'tkazilgan 700 to'gi bo'lib keladi" dedi. İmam Muslimning rivoyatida payg'ambar alayhisalom uningga: "Buning uchun sana qiyomat kuni 700 to'gi bor" dedi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Odam balasining ro'z tutgandan boshqa amal ibodatining savobi nechasigacha ko'paytib berildi. Bir yaxshilikqa 10 dan hatto 700 gacha savob berildi. Allah xolig'ini bo'yicha ko'paytib berdi. Ammo ro'za to'g'risida Allah mundaq deydi: "Ro'za tutganning savobi men uchundir. Onun mukafotini o'zim beraman. U meni deb ozuqlanishi va jinsiy munosabat o'tkazishni tark etdi.
Roza tutgan kishi uchun ikki xo'shallik bordir. Bir xo'shallik iftor qilganda, ya'ni bir xo'shallik qiyomat kuni o'zining Robbi bilan uchrashganda. Sheksiz roza tutgan kishining og'zining puruqi Alloh taolaning dargohida iftorning puruqidanmi xushbo'yroq puroqdir. Roza do'zaxdan to'sib turadigan pardadir. Allah xoligan bandasiga hassilab savob beradi. Ya'ni u hassilab berish qilgan amal ibodatdagi ixlosga qarata bo'ladi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Uning marhamati uning mahluqotlaridan jiqdir. U marhamatga haqli kishini va haqsiz kishini bilguchidir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Bakara suresinin tefsirinden 261. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Axiru davana elhamdülillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.